Hammaga salom do'stlar. Sizlar Tony X Plays kanalidasizlar. Va sizlar bilan bugun The Baby in the Yellow o'yinini o'ynaymiz. This is Crown Childcare, the gold standard in babysitting. You have one new client message. Oh, hello. I'd like to book a sitter for my little prince. It's for 3 nights. You just need to feed him and put him to bed. Easy peasy. His bottle's in the fridge. The address is apartment 10, Euclidean Towers, and the key's under the plant pot. Take care. Thanks. Xo'p do'stlar, biz hozir qandaydir kvartiradamiz. Xo'p, tushunarli. 10-raqamli xonaga bor. Bu o'yinni menimcha ko'pchilik o'ynagan. O'sha mashhur streamerlar ham buni stream qilishgan. Oddiy. Menimcha hamma mana shu gultuvakni tagiga kaltni yashirsa kerak. Topish oson juda ham. Hop, xonaning eshigini ochamiz. Ana ko'rib turganingizdek, bu o'yinning nomi. Hop, birinchi tun. Demak, biz boshladik. Hop, qandaydir chaqaloq menga qarab turibdi. Xo'sh. Get bottle from fridge. Tushunarli. Xolodilnikda bo'ladi-da, sut qayerda bo'lardi boshqa? Eshikni yopib qo'yaylik. Zo'r uchib ketdi. Xo'sh, qani bolakay, ol sutingni. Bolakay xursand va xursandligidan ishtonini ho'llab qo'ydi. Xo'p, ko'rib turganingizdek, tepada bizga buyruqlarni beryapti. Bolakayni pampersini almashtir, ya'ni taglikka. Bolakay yo'q-ku. Mana bu narsalarni menimcha yig'ishimiz kerak. Inglizchada tushunadiganlar bo'lsa tarjima qilib olishsin o'zlari. Men unchalik ham zo'r bilmayman. Bolakay qayerda endi? Ishtoni yomon-ku, nima qilyapsan debdi. Hop, tagligidan almashtiramiz bolakayni. Bo'ldimi? Shunday bo'lsa o'zi almashib qolar ekan. Men yechib almashtiramiz deb o'yladim. Hop, but baby to sleep. Bolakayni uxlatdi. Shunday oson so'zlarni tarjima qilishim mumkin. Yotoq qayerda ham bo'lardi? Bu xonalarda nima bo'ladi? Oh, mana. Bu qandaydir xona ekan, tushunmadim. Kirish xonasimi bu? Omborxona shekilli. Bolakayni yotog'iga olib kiramiz va uxla bolakay. Bolakayga storybook. Kitob o'qib berishimiz kerak. Mayli, eshikni yopib qo'yaylik. O'tirib oldi bolakay. Shu bo'lsa kerak. Mana yana. Buncha qo'rqinchli ovoz. Mayli, o'tirdik. Across the shore, in distant lands,
with dark stars overhead. The prince was fast asleep until a cat jumped on his bed. I found a secret garden, Said the cat with much delight. Excitedly they ran outside, explorers in the night. They walked through the golden garden gate. Look at the pretty trees. They walked along the pretty pebble path. Look at the colourful flowers. They walked past the fabulous flowing fountain. Look at the dancing water. Look, look, look. But the prince didn't like the garden and started kicking down the trees. He dug up flowers, grabbed the hedges, and pulled off all the leaves. He ruined everything for fun. The cat watched on in fear. What a mistake I made. The cat cried out. I should never have brought him here. Hop. Men oldin aytganimdek ingliz tilini uncha zo'r bilmayman. Agar ingliz tilini biladiganlar bo'lsa, hozirgi ertakni tarjima qilib olishlaring mumkin o'zlaring o'qib. Hop, bolakay uxlab qoldi. Eshikni yopib qo'yamiz. Hop, bizga yana yangi vazifa berdi. Watch TV, ha. Bu yerni ham yopib qo'yaylik. Televizor ko'rib o'tir deyaptimi? Qarashu televizorning oldiga boramiz. Oh, yana bitta mushuk olamiz. Va o'tirdik. Televizorda qandaydir reklama bo'lyapti. Ko'zimiz yumilyapti. Menimcha bolakay uyg'onib ketdi. Bolakay yig'layapti. Xonasida edi. Hozir bolakay. Eshigini yopib qo'yadimi? Bolakay yo'q. Bolakay joyida yo'q. Ovoz qayerdan kelyapti? Qulub ekan. Ha, bolakay shu yerda. Bolakayni qaytadan uxlatdi. Hop. Yot bolakay. Ha, bolakayga o'yinchoq ber deyaptimi? Kat. Buncha mushuk bo'lsa kerak. Sezgan bo'lsangiz qaranglar, hayvonlarni qandaydir yuzi boshqacha. Bir nimadan xafa bo'lgandekmi yoki menimcha qo'rqib ketgan bular, bir nimadan qo'rqyapti. E'tibor bergan bo'lsangiz albatta. Bo'ldimi? Uxla. Uxlamaydi shekilli. Mayli. Bizga yana yangi vazifa berildi. O'sha televizor ko'rib o'tir deyapti. Tushunarli. O'tirdik. Faqat bir xil reklama ko'ramizmi biz? Tez uxlab qolamiz ekanmiz. Ha, bo'ldimi? Mana do'stlar, birinchi tun yakunlandi va mana hozir night 2, ikkinchi tun. Hop, biz unda ikkinchi tunni ham boshlaymiz. Hop, yana o'sha uydamiz biz. Bolakay televizor ko'rib o'tiribdi. Nima ko'ryapsan bolakay, qani? Yomon narsa emasmi? Qandaydir to'g'risi tushunmadim. Hop. Bolakayni ovqatlantir deyapti yana. Mayli. Eshik qulib.
Sut yo'q. Sut shu yerdami? Eshikni yo'q qo'shibdi-yu. Shu yerda bo'lsa kerak-da. Bu yerda sut nima qilardi? Che? Sut qayerda? O, mana bu narsani ham topdik. Va sutni olamiz. Ochamiz. Bolakay joyida paydo bo'lib qopti. Ol bolakay. Bu bolakay faqat yeb ishtonini ho'llab qo'yaveradi shekilli. Namuncha tez. Hop. Bolakayni yana ye. Boshqachami? To'xta, voy. Qayerga ketyapsan? Qani bu yoqqa kelchi. Nima kiyib olibdi boshiga? Mana bu izni orqasini yuramiz shekilli. Mana. To'g'risi buni ushlab bo'lmayapti. Bosyapman, lekin ushlamayapti. Menimcha eshigini o'pib ushlamoqchi edim, lekin o'zi tutildi. Menimcha buni bosh aylantirgan tezroq borib qo'yib olish kerak shekilli. Qani tez yaxshi bolakay joyida. Ol. Jonli pampersingni kiyib ol. Xo'p, bolakayni yana uxlating deyapti. Bolakayni ko'zini ko'rdilaring. Bolakay meni qo'rqityapti. Lekin bu bolakay. Men undan qo'rqmasligim kerak. Uxla, bolakay. Menimcha yana kitob o'qib ber deyapti. O'sha aytganimdek, o'zlaring agar xohlovchilar bo'lsa tarjima qilib olishsin. Men unchalik to'g'ri bilmayman ingliz tilini. Eshikni o'pib qo'yaylik. O'tirdik. When the rabbit came to visit, the prince said time to play. But his big red eyes, they scared her, and she didn't want to stay. Quickly towards the exit, the tiny rabbit hopped. The prince ran right behind her and screamed she must be stopped. Men qo'rqib ketib otib yubordimmi kitobni yoki bolakay otib yubordim? Bolakay yig'layapti. Nima qilamiz unga? Yana o'yinchoq beramizmi? Boshqa o'yinchoqmi? Ha, demak, qaranglar, tushungan bo'lsalaring, mana bu ertaklarni qahramonlarini o'yinchoqlarini beramiz shekilli. Bundan oldin esingizda bo'lsa, mushuk haqida ertaga aytib bergandik. Endi quyon. Mana quyon. O'tirdik. Through dark corridors he chased her. Hop, hop, hop. A relentless, futile flight. Hop, hop, hop. Round and round inside the palace, in and out of space and sight. Hop, hop, hop. The prince, he couldn't catch her. His heart was filled with wrath. The rabbit slipped right out the door and vanished down the path. The prince cried out, I need new friends. More. Now. Another. I'll bring you some, don't worry now, replied his loving, caring mother. Hop, mana kitobni ham o'qib bo'ldik. Bu qanday rasm? Tushunarsiz, qandaydir qasr. Bolakay uxlab qoldi. Xonadan chiqamiz. Ha, yana televizorning oldiga bor.
Biz faqat televizor ko'rib o'tiramiz shekilli. Ha. Kimdir eshik qo'ng'irog'ini taqillatyapti. Bu yerdan qarasa bo'ladimi yoki? Yo'q, qarab bo'lmas ekan, eshik ochilib ketar ekan. Box on buni bu yerga qo'yishimiz kerak. Ochib qandaydir olamizmi buni? Tushunmadim. Quyon bu yerga tushib qoldi. Yoki shunchaki televizor ko'r deyapti. Uni bolakayning oldiga olib kirib berishimiz kerakmi shunda? Mayli. Yana uxlab qoldik. O, bo'ldimi? Ikkinchi tun ham yakunlanibdi va uchinchi tunga o'tyapmiz. Va biz yana o'sha xonadamiz. Xo'p. Bolakay tepada xonasidami? Yoki televizor ko'r deyapti. Voy, voy. Biroz qo'rqib ketdim, to'g'risi. Bolakay yig'layapti tepada. Chaqmoq chalyaptimi tashqarida? Qani bolakay? O'yinchoq ber deyapti bolakay. Ertakni ko'raylik. Ha, tushunarli. Demak, mana bu o'yinchoqni beramiz. Ol bolakay. Bo'ldimi? Chiqib ketamizmi shunda? Cheese. Tushunarli. Men to'liq tarjima qilganim yo'q, shunchaki oradagi so'zlarini oddiy-oddiylarini bilyapman. Shuning uchun nima kerakligini bilyapman. Ovqatlan deyapti. Shuni o'zini yeymizmi yoki? Ha. Buni ochsa bo'lar ekan. Oh, bu olinar ekan. Tarelkaga, menimcha mana bunisi. Buni qo'ydik. Hop. Men sir, ya'ni pishloqni yaxshi ko'raman. Hayotda ham. Hop. Ikkita bo'la qolsin sirda, chunki yaxshi ko'raman juda. Skоворodka yo'qmi yoki qandaydir tova deyiladimi? Tuxumchaq pishirgan. Hop, mayli. O, kolbasa. Mayli, pomidor ham qo'shib olaylik. Bo'ldi. Qani? Oh, portlab ketdimi? Yo'q. To'g'risi buni kim qildi? Nima degani? Feed me. Meni ovqatlantir deganim. Xo'p. Nima qilishimiz kerak hozir shunda? Menimcha sutini berib qo'ysa kerak, yana shunda bolakay tinchlanadimi? Oyo! Ana shu yerda qandaydir nimadir bor-da. Mayli. Qani? Sirazi qaytamiz. Oldik. Yo'q, bildim. Men bilar edim shunaqa bo'lishini. Ha, bu yoqqa yuramiz ekan. Bu qandaydir labirint. Bu yerdan qanday chiqamiz ekan? Ha, bu narigi tarafda aylanib o'tishimiz kerakmi shunda? Voy bayo. To'g'risi, shunaqa labirintlarni juda ham yomon ko'raman. O'zi umuman qobiliyatim yo'q labirintlardan chiqish bo'yicha. Ha.
Ha, mana biz sutni oldik. Xo'sh. Endi qanday chiqib ketamiz? Voy, ana shu labirintlarni yomon ko'raman. Ha, mana eshik. Ochdik. Boshqa kishining xonasidan chiqdikmi biz? Oh, bolakay qattiq g'azabda. Menimcha uni tezroq ovqatlantirishimiz kerak. Ol, bolakay. Bolakaylarning ko'zi lekin o'z holiga qaytmadi. Voy. O'tir. Bu bolakaymi o'zi yoki boshqa narsami? Voy! Voy, jinursan. Uzr. Oh. Nima qilishimiz kerak? Nima qilishimiz kerak? Qochishimiz kerakmi unda? Ha, bu yozuvni qayerdadir ko'rganman. Tushunarli. Voy! Mana. Nima emerjimi? Короче, oldik. Ketdik. So'sga. Og'zini ochib turishini qaranglar. Ol. Bu bolakayni tarbiyalash kerak boshqatdalar. Bedroom, xona degani. Ha, bolakayning xonasi. Tushunarli. Oh, bolakay. Ana u biz qayerdamiz? Yurayapmizmi biz shunda hozir? Voy. Nima qilishimiz kerak hozir shunda? Bolakayni bo'ldimi? Ertaga aytib berishimiz kerak menga. Qandaydir qo'y haqida ertak. Prins, shahzoda, короче, shahzoda va qo'y. Ingliz tilini unchalik mayli. It was cold throughout the palace. The moon shone bright outside. The wind, it blew and blew. Oh no! The curtains flew open wide. The little prince was in his bed and couldn't get to sleep. So he called out for his mother, "Please go and find my sheep." "I'm thirsty," said the prince. So the sheep fetched a drink. "I'm dirty," said the prince. So the sheep changed his clothes. "I'm tired," said the prince. "Let me count you. 1, 2, 3. "Just one more thing," said the prince. "Before I drift to sleep." He opened up his big red eyes and turned to face the sheep. "Come join me in my dreams. Stay forever in my head." Obediently, the sheep stepped forth, its mind consumed by dread. Voy, o'yinchoqlar turdi. Xo'p, bizni qayergadir tortib ketdimi? Good night. Xayrli tun. Bizga xayrli tun tilayapti. O'yin ovoz juda ham kuchli ekan, lekin shuning uchun boyagi emotsiyamni ko'rsata olmadim, gapira olmadim. Chunki o'yin ovoz juda ham kuchli edi. Bilmadim ovozimni chiqardimmi yo'qmi. Akt 2. This is Crown Childcare, the gold standard in babysitting. Biz You yana have
New liftdamiz. client message. Oh, hello. It's Gazilda from apartment 10. Oh, thank you for the last sitter. They went down a treat. I'm off to a concert tonight. Could someone pop over and check in on my little prince? I'm sorry it's so last minute. Take care. Thanks. Bilgan bo'lsalaring bu bolaga bir normalniy ertaklar eshitmas ekan bu. Bu normalniy bolagaylar. Bunaqa ertaklar eshitmaydi-da. Ya'nirog'i bunaqa ertaklar aytib berishmaydi normalniy bolagaylarga. Mana buni qaranglar. Butun kvartiralar juda ham rasvo ahvolda. Juda ham rasvo. Xona ham rasvo bo'lib ketibdi. Where is the baby? Bolakay qayerda deyaptimi shunda? Onasida bo'lsa kerak-da bolakay. Qayerda bo'lardi boshqa? Oho, xonasidan qandaydir ovozlar chiqyapti. Mayli ochib ko'ramiz. Oh, quyoncha. Quyonchani, voy. Bolakay kirishimizni xohlamayapti. Follow the rabbit. Ha. Quyonchani orqasidan boramizmi shunda hozir? Ha, mana quyoncha izlar qoldirib ketyapti bizga. Buni olishim kerakmi? Olib bo'lmayapti buni. Buni bosishim kerakmi? Ha. Xo'p, do'stlar, qaranglar. Mana chapter selectga kiramiz hozir. Men mana sheep va rabbit va cat. Mana shu chapter deyiladi. Mana shu har bitta chapterda bitta qismdan qilib chiqarmoqchiman. Mana sheep bitta qism bo'ladi, rabbit bitta qism va cat bitta qism. 3 ta qism qilib chiqarmoqchiman. Agar sizlarga o'yin yoqqan bo'lsa, like bosing va obuna bo'ling. Albatta, kommentariyada o'z izohlaringizni yozib keting. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling va salomat bo'ling do'stlar. O'zingizni asrang va mana bunday ertaklarni eshitib yurmang.